Majburiyat fuqaroviy huquqiy munosabati unga asosan bir shaxs boshqa shaxsning foydasiga muayyan harakatni bajarishligi yoki muayyan harakatni bajarishdan o'zini tiyishligi tushuniladi. Majburiyat kelib chiqishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Birinchisi shartnomaviy, ya'ni shartnomaga asoslangan majburiyat, ikkinchisi shartnomaga asoslanmagan majburiyat. Shartnomaga asoslanmagan majburiyat bu fuqaroviy majburiyat. Ya'ni o'tgan videoda aytganimdek, har qanday huquq sizda majburiyatni keltirib chiqaradi. Ya'ni ayni o'sha huquqning majburiyatini keltirib chiqaradi. Insonda yashash huquqi bo'lganidek, unda boshqalarning yashash huquqiga tajovuz qilmaslik majburiyati bor. Endi shartnomaviy majburiyatlar bular siz tuzgan shartnomalardagi majburiyatlaringiz. Ya'ni u shartnomadagi majburiyatlarni siz bajarishligingiz tushuniladi. Agar majburiyatni olgan tomon shartnomaning shartlarini bajarmasa, u tomonning sudga murojaat qilishligiga sabab bo'ladi. Shartnomalar haqida keyingi videoda gaplashamiz, xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa, yaqinlarga ulashib qo'ying. Ularga ham bilim bo'lib qoladi. Qo'llab-quvvatlash yoddan chiqmasin. Sog' bo'linglar.